har kuni ikki mahal obxod qilish. Bitta vrach qilmaydi uni. 5 ta 6 ta vrach mutaxassislar birgalikda yuramiz. Qandaydir nevrologik kasallikdan tashqari yana kardiologikmi, terapevtikmi, pulmonologik kasalligimi yoki endokrinologik kasallik bo'lsa, unga ham qo'shimcha o'sha paytda muolajani vrach tavsiya qilib yurib ketadi. Bizda ustunlik boshqa klinikalardan ustunligi shunisi bilan ustunligimiz bor. Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi? Tuzingizlar, qaraysizlar. Oyoq uchun 3 ta inch engashib. Ikkalasi bilan. Bo'ldi. Ayting, hammasini ayting. Bel og'riydi. Belingizda og'riydi. Chap oyog'ingizda. Yo'q ham og'riydi. Oyog'ingizni qayerda og'riydi? Tizza bo'g'imidami yoki tizzadan pastida? Oldindan aytaman. Aha. Ko'z yumib turingchi. Sindoshimiz, o'rtog'imiz. Tish ko'rsatamiz. Tilni chiqaringchi. Juda yaxshi. 3 mahal ozginadan chiqarib shu toshmabol joylarga surtib qo'yasiz. Og'riq umuman bo'lmaydi. O'zingizda yengillik chopa. Ancha yengilmi? Yengil tomonga ketyapti. Amitriplinni oldingizmi bugun? Amitriplinni oldingizmi? Immunitetizm pastasizancha. Yozmadim uni. Elsinat yozdim unga. Kelishdik. Bugundan boshqa. Kiroman aka, qalaysiz? Qalay dam oldingiz bugun? Yaxshi dam oldingizmi? Bezda bo'lganingiz yo'qmi? Bo'layotgan holat qalaysiz bugun? Bugun qalay dam oldingiz? Ayting, kayfiyatingiz ozgina yo'qroq. Uyga borsam ekan. Yaxshi. Og'riqlar yo'qmi? Yo'q. Yo'tallaringiz-chi? Yo'q. Ishtahalar yaxshi. Yaxshi. Isitma chiqqani yo'q. Yo'q. Quvvatingiz qanaqangi? Yaxshi. Yengilmi? Kegingizga nisbatan yengillik bo'lyaptimi? Juda katta. Xudo xohlasa bugun muolajalar olsangiz, kechga ruxsat beramiz bugunga. Kelishdingmi? Kamchilik bo'lsa aytasiz. Hali uyga dorilaringizni yozib beraman lekin. Yaxshi tamom. Belimiz qalay? Qo'yib yuboryaptimi? Kechagidan bugungi holatingiz yaxshimancha? Tuzingmi? Muolajalaringiz vaqtida bo'lyaptimi? Kamchilik bo'lgani yo'qmi? Ukollaringiz ham vaqtida ketyapti. Pulslari qanaqa hozir? 85. Ichaversa o'shani? Ha, ichaveradi. Bitta xilpillashlar qanaqa? Yaxshi. Bugun yaxshimi? Kechagidan yaxshimi? Og'riqlaringiz qanaqa? Yo'q, pastda aylantirishganda bo'lmaydi. Tepada kuchli og'riq. O'sha yallig'lanishingiz yuqoriroqda o'sha yerda. Ancha yaxshimisiz? Zo'rman. O'zgarish ko'ngildagidek bo'ldimi? Ancha o'zgarish bo'ldi. Rahmat. Alloh martabangizni baland. Sog' bo'ling, xo'p. Endi bo'lmasam jinchi operatsiya qildirmasangiz bo'lmaydi degdi, qaytib keldim. Xudo xohlasa, mana hozir kelganingizni ko'rdingiz-a? Ketishingizda suhbatlashamiz siz bilan. Boshlariga elektron darslar bor. Yelka bo'yin sohalariga massaj. Kelishdingmi o'g'lim? Kamchilik bo'lsa aytinglar. O'sha yerda yanachi. Fizioterapiya qo'shib beraman bugundan. Oyga DKMP zo'r o'qish. Buni tashxis bo'lmaydi. Pul yo'qotib yo'qdingizmi? Bugundan xolamga oyoq masajyori qo'yinglar. Keyin tizza bo'g'imlariga ultrazvuk. Ha, mumkinmi azlik? Oyoq masajyori qo'y. Ichida bo'lyaptimi? Seyishingiz yaxshimi? Seyish bo'lyapti. 154 tagacha ichib ketdim. Yozim. Telamsantoni ichyapsiz-a? Ilgari daminiga dori icharmidingiz? Yo'q, ichmagan. 73 ta. Digoksinlarni o'chiraveramizmi? Magneziylarni? Parasimiklarni ham o'chirdik. Charchoq bormi o'zingizda? Hozir nechi qon bosimlari? Hozir yo'qotamiz. Assalomu alaykum. Yaxshi dam oldingizmi? Tuzingizlar, qaraysizlar. Qalay dam oldingiz? Isitma chiqqani yo'q-a? Muzli narsa ichganingiz yo'q-a? Siyyapsizmi ko'p? Ko'p siyishingiz bizga kerak o'sha narsa. Yotganingizda behalovatlik yo'qolib qoldimi? Pastroq ekan. Tosh yo'q lekin xijolat bo'lmang. Mana ko'rib turganlaringiz, bizda Nevromed klinikasida bir kunda 2 mahal obxod bo'ladi. Ertalabki obxod hamda kechki obxod. Bunda nima qilinadi? Bemorlarda kun davomida qanaqangi dam oldi, ukollarni qanaqangi qabul qildi, o'zgarishlari qanaqangi bo'ldi. Shunga qarab muolajalar kerak bo'lsa o'zgartiriladi yoki davom ettiriladi. To'g'ri yondashsak, sidqi tildan qarasak,
kasalligini chuqurroq o'rgansak, bemorimiz xudo xohlasa 10 kun davomida chiroyli bo'lib, ilgarigi sog'lom holatiga qaytib chiqib ketadi. Sizlarga ham kelib davolanishlarini tavsiya qilamiz.